qancha? Bittasini tanladingizmi? Nega gaplayapti? Yozing, hissiyot kelganini yozaylik. Shunday keladi, ahmoq bo'lganim uchun, chaqir bo'lmaganim uchun, dam bo'lsa bo'lgan, nima bo'lsa. Может, siz uchun kulgulidir, nega o'sha sizni ildiz bo'lishi? Nega gapiryapti? Uchinchisiga topolmayapman. Bo'ldi, ikkitasidan qaysi biri keldi? Yozing pastga. Ahmoq bo'lganim bo'lsa. Qaysi bir hissiyot sizniki? Shuni demoqchi bo'ldi. Nega menga ayting? Uchovidan tanlandi pastga uchun. Nega menga ayting? Shuni nega menga ayting? Buni pastga yana yozaylik. Ha, nega menga ayting? Buni yozingda qayga chizing.